Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Fangin. Bugungi videoda bitta ideya bor. GTA haqida video chiqarsam nima deysizlar? GTA ham chunki, ну, atak populyarniy o'yin. GTA haqida, GTA Online haqida, то есть platniy versiyasi, GTA RP emas yoki GTAning o'zi emas, GTA Online haqida. Kimga qiziq bo'lsa, like yoki komment yozinglar, chiqaraymi yo chiqarmaymi yoki все-таки Minecraftda qolaymi? Agar fikringiz bo'lsa, komment yozinglar, obuna bo'linglar. GTA ham chiqarmoqchiman, chunki GTA ham qiziqish ko'p, chunki men GTAni где-то 4 yildan beri o'ynayman. Sotib olganimga 3 yilmi, 2 yil bo'ldi. Agar yoqsa, agar xo'p desanglar, kommentga yozinglar. Agar yoqmasa, kommentga ham yozsanglar bo'ladi. Keyin nimagaligini yozsanglar, men o'zim tushunib olaman. Hammaga rahmat. Xayrli keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.